Bugun Belita va Durham brendlari asoschisi Botirjon akam yoniga kelganmiz. Asosiy faoliyatim paypoq ishlab chiqarish. Avtomobilimni sotganman. Xitoyga borib 1 oy u yerda o'rganganman. O'zim operator, o'zim averlovchi, o'zim sotuvchi, o'zim rahbar, o'zim haydovchi. Sen eplaysan derdi. Dadam bilan ota-onam menga shunaqa bir ishonishardiki, Botir sen eplaysan. Sen hech qachon tashlamaysan. Eng katta orzularimdan biri bizda Qirg'iziston bilan shartnomamiz bor. Bu shartnoma bo'yicha hozir $30,000 biz eksport qilishimiz kerak. Orzuyim 4 ta dastgoh qilish. Demak 2 mingta, 4 mingta bitta paypoq tayyorlanadi bu yerda. Tayyorlanadi, xuddi shunday. Meni eng katta qilgan xatoyim raqobatni men narxda deb bilganim. Ya'ni narxni tushirish orqali raqobat qilgan. Paypoq o'zini vazifasini bajarsin. Ya'ni bitta korxona, bitta oila. Men shu oilaning otasiman. Men aytaman, ikkala xodimni ham ishdan bo'shataman. Meni bu yerda ekanligim xodimlarim uchun motivatsiya. Hecham xodimlar yaxshi gapiringlar. Voy opalar, meni yaxshi demasanglar, ishdan haydab yuboraman, qaranglar. Men bu bitta BYDni o'zimni ish boshqaruvchiga berganman. Jigar sirrozidan hozir mana sog'lom insonni, sog'lom jigarga ega insonni ko'rib turibsiz. Va men buni 10 yil davomida meditsinasiz o'zimni o'zim davoladim. Bo'ladimi, bo'lmaydimi, $1,000,000 qarzga kirib ketdi. Qarzdan shu hisobga chiqib ketdi. Biran Gulyam olgan bilimlarning hisobiga qarzdan chiqdi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Belita va Durham brendlari asoschisi Botirjon akam yoniga kelganmiz. Bugun qisqacha bizneslarini ekskursiya qilamiz. Botirjon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Abbosbek, yaxshi. Sizni bilgan va bilmaganlar uchun o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'rsangiz. Men Botirjon Komilov 20 yildan beri buyon tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Tekstil sohasidaman. Asosiy faoliyatim paypoq ishlab chiqarish. Do'stlar, hozir zavodga qisqacha ekskursiya uyushtiramiz. Kuzatib boringlar. Botirjon aka, men sizga bir nechta savollar tuzib kelganman. Nimalar? Botirjon aka, Belita va Durham brendlari ostida nimalar ishlab chiqaradi? Keling shularni kuzatuvchilarga tanishtirib o'tsak. Belita va Durham brendlari ostida faqat paypoqlar ishlab chiqaramiz. Biz bu yoqdan bir boshdan boshlaymiz, ya'ni xom ashyo kelgan joydan dastgohlarimizga qo'yiladi. Dastgohlarda paypoqlar ishlab chiqariladi. Keling biz shu tomondan boshlasak. Qani, marhamat. Voy, hammasi paypoqlarmi? Botirjon aka, nima uchun aynan paypoq biznesiga kirib kelgansiz? Ko'ylak emas, shim emas, oyoq kiyim emas. 2011-yilda Abbosbek men davlat korxonasida ishlardim, oylik ishlardim va bir dona avtomobilim bo'lgan. Shu holatda biznes qilmoqchi bo'lib men o'rganganman. Siz aytgan sohalarda o'rganganman va eng arzon texnologiya deb paypoqni topganman. Avtomobilimni sotganman, Xitoyga borib 1 oy u yerda o'rganganman. O'rganib 2 dona paypoq stanogini olib kelganman. 2 dona paypoq stanogini olib kelib, paypoq ishlab chiqarishni boshlaganda o'zim operator, o'zim averlovchi, o'zim sotuvchi, o'zim rahbar, o'zim haydovchi. Qisqasi, u paytda mutaxassislar bo'lmagan. U paytda xom ashyo bo'lmagan. Hattoki ehtiyot qismlarini Xitoydan o'zidan olib keltirardi. U paytda strukturani o'zi bo'lmagan. Qiyinchiliklar bo'lgan, lekin Xudoga shukr, mana hozirgi kunda ancha kengayib, paypoq sohasi ham kichkina biznesga o'xshaydi, lekin dunyo bo'yicha paypoq biznesi yaxshi biznes hisoblanadi. Botirjon aka, ko'pchilik biznes kirayotganda ko'pchilikni qo'llab-quvvatlash kam bo'ladi. Sizni kimlar qo'llab-quvvatlagan biznes kirishingizda? Biznes yangi boshlaganda aytib o'tdim, qiyinchiliklar bo'lgan. Sababi yonimda mutaxassislar bo'lmagan. O'sha davrda bir xayolim o'tgan, shu biznesni bekor boshladim. Bekor shu ishga kirdingda, lekin ota-onam, aka-ukalarimni ruhiy daldasi, sen eplaysan derdi. Dadam bilan ota-onam menga shunaqa bir ishonishardiki, Botir sen eplaysan. Sen hech qachon tashlamaysan deb menga qattiq motivatsiya deydimi, menga ruhiy dalda bergan. Xudoga shukr, shu yonimdagilarni daldasi bilan eplaganman. Sekin-asta shogirdlar chiqarganman. O'sha paytdagi eng katta orzularimdan biri 2 dona stanogimni 4 ta qilib olsam, topayotgan pulim ana shu paytda $300, $500 topsam 2 ta stanogni. 4 ta qilsam $1000 topaman ekan deb xayolda $1000 2011-12-yillarda katta pul bo'lgan. Biz shu xayolda orzu qilganmiz. Mana endi Xudoga shukr 180 dan ortiq stanoglarimiz, dastgohlarimiz bor. Botirjon aka, bu paypoqlarni SNG davlatlar bo'yicha ham eksport qilasiz, adashmasam. Hozir mana shu ko'rib turgan paypoqlaringizni nimaga tashqarida turibdi deb ajaplanishingiz mumkin. Bu paypoqlar Qirg'izistonga eksport bo'ladi. Bizda Qirg'iziston bilan shartnomamiz bor. Bu shartnoma bo'yicha hozir $30,000 biz eksport qilishimiz kerak bitta mijozimizga.
Xo'p, hisobda tayyor bo'lib qoldi. Bugun erta eksport qilib yuboramiz. Shuning uchun bular tashqarida turibdi. Botirjon aka, ko'pchilik mana shu paypoqlarda jarayonlari qanday tayyorlanish, xom ashyodan tayyor bo'lishgacha bir obzorni qilsak, agar qarshi bo'lmasangiz. Bemalol. Botirjon aka, biznesni boshlaganingizda ikkita stanog'ingiz bo'lgan ekan, hozir butun boshli zavodingiz bor, 100 dan ortiq xodim va 180 dan ortiq stanog'laringiz bor ekan. O'sha paytda ham shu holatingizni maqsadingizda ko'ra olganmisiz? Ikkita dastgohim bo'lgan paytda orzuyim 4 ta dastgoh qilish bo'lgan. U paytda bunday korxonaga ega bo'lishlik men uchun hattoki orzu bo'lmagan, tasavvurimga sig'maydi. Lekin inson agar harakat qilsa, albatta natijasiga erishar ekan. Ya'ni birinchi navbatda inson yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda va doimiy harakatda, doimiy o'sishda va xudo xolasa kechagi o'ylagan narsangiz orzu bo'ladi, lekin uni erishganingizdan keyin bu oddiy hayotga aylanar ekan. Sizga hozir bir qator korxonamizni ishlash tartibi bilan bir ko'rsatib o'tsam, bir qator tushuntirsam, xodimlar bilan tanishtirsam, ish jarayonlari bilan tanishtirsam. Nimadan boshlaymiz? Qaysi jarayondan boshlaymiz? Birinchi navbatda ishlab chiqarishimiz bu yerda amalga oshiriladi. Shu yerdan biz ko'rib chiqsak. Botirjon aka, bu qanaqa joy? Bu joy asosiy ishlab chiqarishimiz. Bu ko'rib turganlaringiz har biri alohida bitta paypoq stanogi. Xuddi shunday stanoklardan bizda jami 185 dona bor, ishlayapti. Biz hozirgi kunda kuz bo'lsa-da, biz hozir mana ko'rib turganingiz qishki mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Hozirgi kunda mana qishki mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Asosiy bu yerda iplarni qo'yiladi, kompyuterdan dizayn chiziladi. Bu yerdan dastgohni o'zini kompyuterga tashlanadi va bu yerda parametrlari kiritiladi va paypoq chiqish boshlanadi. Mana shu joydan chiqar ekanda. Paypoqni katta kichikligiga qarab, bolalarning paypog'i bor, o'smirlar paypog'i bor, kattalar, ayollar paypog'i bor. Va katta kichikligiga, uzunligiga qarab 2 minutdan 4 minutgacha paypoq tushaveradi. Demak, 2 minutdan 4 minutda bitta paypoq tayyorlanadi bu yerda. Tayyorlanadi, xuddi shunday, xuddi shunday. Iplarni rangini qo'ysangiz, o'sha rangdagi paypoq chiqaveradi. Masalan, mana sariq rangi bu yerda anaqa sariq ipdan kelib to'qilyapti. Bu yerdagi yashil rangi mana yashil rangida to'qilyapti. Ya'ni qanday rang, qanday dizayn qo'ysangiz, xuddi shunday stildagi deymizmi, xuddi shunday dizayndagi deymizmi, xuddi shunday modeldagi paypoqlar chiqaveradi. Botir aka, bu ikkinchi bosqichmi, ikkinchi bo'limmi? Bu ikkinchi bosqich. Bu yerda to'quvdan chiqqan paypoqlarni overlock qilamiz. Ya'ni ko'rsatib o'taman, buni uchi ochiq bo'ladi, buni uchini tikamiz. Bu yerda 12 dona overlock dastgohlarimiz bor va kunlik chiqqan mahsulotni, bular mana kunlik chiqqan mahsulotlar har kuni biz overlock qilib keyingi bo'limga o'tkazamiz. Botir aka, mana shu biznesda eng katta qilgan xatoyingiz nima? Mening eng katta qilgan xatoyim raqobatni men narxda deb bilganim, ya'ni narxni tushirish orqali raqobat qilganim. Hozirgi kunda eng zo'r xom ashyodan foydalanaman. Eng zo'r texnologiyalarni olib kelishga harakat qilaman. Eng zo'r mutaxassislarni ishlatishga harakat qilaman va bu paypoqning sifatini beradi va bu sifat xalq biladi. Botir aka, siz uchun sifat qanday darajada? Ya'ni sifatni nima bilan taqqoslaysiz? Sifatni hamma har xil tushunadi. Kimdir yirtilmasligi, tvitlashmasligi, rangi o'chmasligi. Men uchun paypoq bo'yicha sifat bu paypoq o'zini vazifasini bajarsin. Ya'ni qishda oyog'ingizni issiq saqlasin, yozda oyog'ingiz salqin bo'lsin. Va biz sezonni deymiz, fasliga qarab o'zini iplardan foydalanamiz. Va shuning uchun ham Belita paypoqlari O'zbekiston bo'yicha mashhur desam bo'ladi. Keyingi bosqich dazmollash bosqichi. Avelodan chiqqan mahsulotlarni bu yerda mana maxsus o'zini qoliplari bor. Ya'ni masalan ayollar paypog'i uchun mo'ljallangan bu qolip 24 qolip mana bu yerda ko'rsatib o'tdim. 24 qolipga solinadi va dazmollanadi. Endi hozirgi paytda ishlamayapti bu. Chunki bu yoqda yetarlicha mahsulot tayyor bo'lgandan keyin dastgohni bitta yudishadi, bitta tayyorlab chiqarishib yuboradi. Shuning uchun, lekin bu stanok ishlaydi. Dazmollash bosqichidan so'ng sifat bo'limiga o'tadi va har bitta paypoqni biz birma-bir sifatdan o'tkazamiz. Ya'ni birma-bir birak bo'lsa, teshik bo'lsa, yirtiq bo'lsa yoki rang almashgan bo'lsa, qandaydir holatlarda biz bu paypoqni
chetga chiqaramiz, ikkinchi sort, uchinchi sortga ajratamiz va yaxshi paypoqlarni biz bozorga chiqaramiz. Botirjon aka, xodimlaringiz ko'p ekan. Nechta xodimingiz bor? Hozirgi kunda 150 dan ortiq. 150 dan ortiq xodimlarimiz bor. Ko'z tegmasin, hammasi yaxshi ishlashyapti. Botir aka, 150 dan ortiq xodimni boshqarish qiyin emasmi? Biz katta oilamiz. Bitta korxona, bitta oila. Men shu oilani otasiman. Men bularni hammasiga aytganman. O'zim onam tengqur, o'zim otam tengqur insonlarga ham aytganmanki, bu oilani bitta eng tepada yosh katta bitta inson bo'ladi va ana shu inson boshqaradi. Oilada o'g'il otasiga tik qaramaydi. Oilada aka ukalar bir-biriga hurmat ko'rsatadi, bir-biriga yaxshi gapiradi. Ya'ni yaxshi oilada muammo umuman kelib chiqmaydi. Xuddi shunday bizni korxonada ham bitta oila sifatida ko'ramiz va bizni shunday qonuniyatlarimiz borki, yoki yangi kelgan xodim bizni oilaga tushadi yoki bizni oilaga tushmasdan ishdan chiqib ketadi. Masalan, bizda shunday qonuniyatimiz bor. Agar ikkita xodim o'zaro nizolashib urushadigan bo'lsa, men aytaman, ikkala xodimni ham ishdan bo'shataman deydi. Endi bu yerdan birov ishdan chiqib ketishni xohlamaydi. Sababi bu yerda yaxshi oylik, yaxshi daromad, ovqati yaxshi, transportlar qo'yilgan, keldi-ketdi bo'yicha va hech kim urushni xohlamaydi. Agar noto'g'ri inson kelib qoladigan bo'lsa, o'zlari chiqib aytadi. Botir aka deydi, mana insonni bir qator kuzating, nazorat ostingizga oling. Shunaqa xarakteri bor ekan. Va biz bir qator o'rganamiz va oilamizga biz noto'g'ri insonlarni qo'shmaymiz. Botir aka, xodimlaringiz sodiqligini aytyapsiz. Qandaydir motivatsiya tizimi bormi bunga sabab? Meni bu yerda ekanligim xodimlarim uchun motivatsiya. Hozir sizga tushuntiraman. Men bu yerda bo'lsam, xodimlarimda muammo bo'lmaydi. Xodimlarim ishonch hosil qiladiki, rahbar bu yerda, demak muammo yo'q. Ya'ni har qanday muammo hal qilinadi. Va hal qilinishda ham faqat ishchilar tomonidan bo'lib hal qilinadi. Ya'ni bu xodimlar shu korxona uchun, O'zbekiston uchun, kerak bo'lsa men uchun ham ishlayapti. Endi men bularni xizmatini men ham o'z o'rnida hurmat qilishim kerak. Shuning uchun lekin bundan tashqari masalan motivatsiyalarimiz ko'p. Masalan, o'tgan yili Sharm-el-Sheyxga borib asosiy xodimlarimizni dam oldirib keldik. Bir yilda 3 marta, 4 marta hamma xodimlarimiz bilan biz o'ynagani boramiz. Marosimlar, tadbirlar uyushtiramiz. To'ylar, tadbirlarga hamma bir korxona bir aytib o'tdim, oila bo'lib boramiz. Ya'ni biz bitta oilamiz. Hozir men sizga keyingi bosqichni tushuntiraman. Dazmoldan o'tgan, ya'ni dazmollangan va sifat qilingan mahsulotga biz buni berib turinglar. Biz etiketka, ya'ni Belita brendi tushirilgan etiketkani biz bunga uramiz. Urishda ham bu texnologiya turetskiy texnologiya hisoblanadi. Ya'ni buni ipini tortasiz va yirtilmasdan paypoq chiqadi. Keyingi bosqich gul berish, tosh yopishtirish, vishka deymiz, ya'ni paypoqqa qo'shimcha naqshlar berish bosqichi. Bu yerda asosan ayollar paypog'iga biz qo'shimcha, mana ko'rishingiz mumkin, qo'shimcha biz toshlar yopishtiramiz. Qo'shimcha ishlar bor bu yerda. Botir aka, bu yerda bir kunda nechta paypoq ishlab chiqariladi? 25 mingta 30 mingta. Bu talabga qarab, ya'ni mijozlar bizdan nimani so'rasa, biz shuni yetkazib berishimiz kerak. Shuning uchun paypoqlar har xil. Masalan, kalta paypoq deydi, o'rta paypoq deydi, uzun paypoq deydi. Yoshlar uchun, o'smirlar uchun degandek. Shuning uchun miqdori aniq miqdor yo'q bu yerda. Necha xil modellari bor? Ya'ni dizayn jihatlardan necha xil turdagi modellar bor? Asosan bolalar, o'smirlar, ayollar va erkaklar paypog'i deb 4 xil paypoqni oladigan bo'lsak, har birida eng kamida 20 xil dizayndagi, 20 xil turdagi paypoqlar bo'ladi. Bu degani hozirgi kunda ishlab chiqarayotgan paypoqlarimizni turi ham bir 80 dan ortiq. Ya'ni bizdan mijozlar nimani so'rasa, bizning vazifamiz shuni mijozlarga berish.